Mana qaranglar, telefonimga qo'limni tekkizmasdan reelslarni keyingi videoga o'tkazaman. Agar mana shunaqa qilish sizlarga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xo'p o'rtoqlar, Instagramni qo'linglarni tekkizmasdan reelslarni mana shunaqa o'tkazish uchun birinchi navbatda mana shu silkani pastda qoldiraman, ilovanikini. Shunday bosasiz, qarang, ilovani qanaqa qilib aktivlashtirish kursdan. Mana shunaqa on off turgan bo'ladi. Xuddi shuni sizlar on qilib qo'yasizlar. Bu yerda mana shuni bosamiz. Bosganimizdan keyin endi ilovani razрешить qilishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, установочный ilovalarni ko'rsatadi. Xuddi shu joyga kiramiz-da, o'sha ilovani topamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, nomi xuddi shunaqa yoziladi. Xuddi shuni ustiga bosamiz-da, mana shu joydan yoqib qo'yamiz mana shuni. Yoqqanimizdan keyin bu yerdan ham razрешить qilamiz. Endi bo'lsa, orqaga chiqamiz, razрешить qilib oldik. Xo'p, bu yerdan ham mana ruxsat beramiz, birinchiligini bosib, endi mana ko'rsatadi. Instagram boshqa ilovalarda mana shundoq qilsangiz, mana likelar, hamma narsasini ko'rsatgan, ovozini balandpast qilishingiz, xullas, ovozda, qo'lda boshqariladi. Unda orqaga qaytamiz, bo'ldi, mana ko'rsatdi. Endi Instagramga kirib bitta test qilamiz. Mana Instagramga kirib oldim. Qo'limni bundoq qiladigan bo'lsam, keyingi reelsga o'tiradi, bemalol telefonga tegmasdan telefonda boshqarib o'tirsanglar bo'ladi. Bu maxsus ilova mana shu post tagida silka qoldirganman, o'sha silkaga bosib, yukla bosanglar bo'ladi.